Assalomu alaykum Hamroh Media kanali obunachilari, e'tiboringizga yana yangi videolar namoyish qilishda davom etamiz. Ko'pincha biz sevib tomosha qilgan filmlardagi ba'zi san'atkorlarga muxlis bo'lamiz. Ularning tashqi ko'rinishi, o'ynagan roli, ovozi, harakatlari, umuman barcha jihatlari bizni sehrlab qo'yadi va ularni har doim mukammal, bekam hayot yashayotganiga ishonamiz. Chunki ular bizdan shu darajada uzoqda, shu darajada yuqorida, qo'l yetmas yulduzki, hech kim ularni qila olmaydi. Hech kim ularga yomonlik qilmaydi deb o'ylaymiz. Ammo afsuski, bu yulduzlar orasida umrining oxirgi kunlarini juda abgor holda, ochlik, parishonlik va yolg'izlikda kechirgan ijodkorlar borligini bilmaymiz. Bugun ana shunday mashhurlar haqida video tayyorladik. Ularning ba'zilari xastaligi bois yolg'izlikda, ba'zilari zararli odatlari sababli parishon holatda, ba'zilari esa sariq chaqasiz qolgani bois qarovsiz vafot etdilar. Videoni boshlashdan avval ochiqlama keltirib o'tishni lozim topdim. Videolarimizni internetdagi rasmiy veb-saytlarda joy olgan ma'lumotlar asosida tayyorlamoqdamiz. Agar berilgan ma'lumotlar haqida shubhangiz bo'lsa, bu borada eng ishonchli manbalarga ega Wikipedia, Indian Times, Bollywood Shoot va DNI kabi saytlarni ziyorat etib, bularning to'g'ri-noto'g'ri ekanligiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Biz yulduzlar bilan uchrashib, ular bilan suhbatlashgan holda rolik tayyorlayotganimiz yo'q. Ammo biz foydalangan manbalar professional jurnalistlar tomonidan tayyorlangan va rasmiy gazeta hamda veb-saytlarda e'lon qilingan ma'lumotlardir. Shu bois ham ba'zi kuzatuvchilarimizga javob berishni lozim topdik. Bu voqealar sodir bo'lganida u yerda emasdik va bu ma'lumotlarni biz ularning og'zidan eshitmadik. Agar yozilgan mavzular ularga otilgan tuhmat bo'lganida edi, muallif bilan bu yulduzlarning huquqiy kurashlari haqida ma'lumotlar berilar va bu manbalar har yerdan o'chirib tashlanar edi. Parvin Babi, Parvin Sultonavali Muhammad Hanji Babi 1954-yilning 4-aprel kuni Hindistonning Gujarat hududida Babi xonadonining aslzoda oilasida tavallud topdi. Parvin tug'ilganida uning ota-onasi 14 yil farzandsizlik bilan kurashgan edi va nihoyat hayotlariga nur kabi kirib kelgan qizlarini 54 xonalik hashamatli uylarida malikalarday ulg'aytirdilar. Parvin 6 yoshga kirgan vaqtda otasi saraton kasalligidan vafot etdi. Shunga qaramay ular moddiy qiyinchilik ko'rmadilar va to'kin sochin hayot kechirdilar. Qizaloq eng nufuzli va eng qimmat maktablarda, kollejlarda tahsil oldi. Gujaratcha, hindcha va urduchani o'z ona tili kabi yaxshi bilardi. Universitetda esa ingliz tili va psixologiya sohasida tahsil oldi. Hatto ingliz tili bo'yicha magistratura darajasiga ham erishdi. Keyinchalik ulg'ayib go'zalligi ko'z qamashtira boshlagan Parvin model va aktrisa sifatida super yulduz darajasiga erishdi. Bu vaqtlarda esa ismini Parvin Babi deb qisqartirdi va shu nom bilan tanildi. Parvin garchi juda ham go'zal ayol, badavlat xonadon qizi va taniqli yulduz aktrisa bo'lsa-da, shaxsiy hayoti u qadar ham omadli bo'lmadi. Aktrisa bir necha bor oshiq bo'ldi va bu ishqiy munosabatlarning barchasi omadsizlik bilan yakun topdi. Uning aktyorlar Denni Dengzobda, Kabir Bedi va rejissyor Mahesh Bhatt bilan bo'lgan sevgi mojarolari har doim matbuotda yozilsa-da, oxir-oqibat ayriliq bilan yakun topdi. Aktrisa hech qachon oila qurmadi. Parvin Babi 70-yillarning boshida boshlagan o'z ijodiy karyerasi davomida 60 ga yaqin filmda bosh rollar ijro etdi. Model sifatida esa nafaqat Hindiston, balki dunyoning ko'plab podiumlarida ko'rinish berdi. Ammo 1983-yilga kelib kinosanoatdan uzoqlashdi. Mumbaydagi qimmat uylarning biridan eng ust qavatdagi kvartirani sotib oldi va u yerda yashay boshladi. Bu vaqtda dekoratorlik bilan shug'ullanar, shu bilan birga pianino chalar, kitob o'qir, hikoyalar yozar, adabiyot, haykaltaroshlik, rassomlik va siyosat kabi hobbilari bilan shug'ullanardi. Ammo bu vaqtda uning mafiyalar tomonidan olib qochirilgani va asir tutilayotgani haqida mish-mishlar tarqaldi. Ammo aslida haqiqat umuman boshqacha edi. Parvin Babi kinodan uzoqlashgan vaqtda sog'liq muammolari bilan kurashayotgan edi. U nafaqat jismonan, shu bilan birga ruhan nosog'lom edi. Aktrisa yillar davomida vahima xuruji, ya'ni panik atak bilan kurashdi. Bu holat yillar o'tgani sari tobora kuchayib bordi va Parvin muolaja olmagani uchun boshqa muammolarni yuzaga keltirdi. Endi uni qo'rquv bosa boshladi. Chunki aktyor Amitabh Bachchan meni o'ldirishni rejalashtiryapti. Unga esa eski sevgili
oilam Mahrish Bhat yordam etmoqda deya tanishlariga o'z tashvishlarini bildirdi. Shu bois uyining har yerida yostig'ining tagida pichoq saqlay boshladi. Shu bilan birga zahar qo'shilganidan shubhalanib kunlarcha yemak yemadi. Tobora insonlar bilan aloqasini uzdi. Hech kim bilan gaplashmas, hech kim bilan ko'rishmas, ko'zlardan uzoq va yolg'iz yashardi. Yaqin do'stlari va qarindoshlari bir bo'lib uni davolatish maqsadida ruxsat sayohatga chiqardilar. Ammo bu ham befoyda bo'ldi. Oxir-oqibat aktrisaga ruhiy xastalik turlaridan biri bo'lgan paranoid shizofreniya tashxisi qo'yildi. Ammo aktrisa buni tan olmadi va dushmanlarining tuhmati ekanligini ta'kidladi. Va nihoyat aktrisa uyida insonlardan uzoq yashar ekan, Amitabh Bachchan boshchiligida AQSh prezidenti Bill Clinton, Gollivud yulduzi Robert Redford, shahzoda Charles, amerikalik siyosatchi Albert Gore, Amerika, Angliya va Fransiya davlatlari, Rim katolik cherkovi, Amerika razvedka agentligi CIA, Hindiston tergov byurosi CBI va Rus davlat xavfsizlik qo'mitasi KGB haqida meni o'ldirishga urinmoqdalar deya Hindiston hukumatiga shikoyat etdi. Tabiiyki uning bu arizasi dalillar yo'qligi sabab rad etildi. Ammo aktrisa qo'rquv hamda vasvasa bilan yolg'iz yashashda davom etdi. U umrining oxirgi 4 yilida telefonda kim bilan gaplashsin, hammasini kasetaga qayd etib bordi. 2005-yilning 22-yanvar kuni bino qorovuli politsiyaga murojaat qildi va aktrisa Parvin Babining eshigi yonidan 3 kundan beri gazetalar va u yerga qoldirilgan yeguliklar olinmaganligi haqida xabar berdi. Aktrisaning uyiga kirgan politsiyalar Parvin Babining yotog'ida jonsiz tanasini ko'rdilar. Uning ruhiy xastaligidan tashqari diabet kasalligi ham bor edi va sovuq vujudi topilganida chap oyog'ining gangrena bo'lgani ma'lum bo'ldi. Shu bilan birga yotog'ining yonida nogironlar aravachasi, har yerda sochilgan kiyimlar, gazetalar va dorilar bor edi. Bu esa uning so'ng kunlarda yura olmaganini va bu aravachaga muhtoj holga kelganini ko'rsatar edi. Tekshiruvlarda aktrisaning bundan 3 kun avval vafot etgani ma'lum bo'ldi. Otopsiyada esa oshqozonda yegulik qoldiqlari yo'q edi va mutaxassislar uni 3-4 kundan beri hech nima yemagani va shu bois ham ochlikdan o'lganini ma'lum qildi. Aktrisani qarindoshlari va tanishlari dafn etdilar. U o'zining merosini ko'plab jamg'armalarga va yordam fondlariga bag'ishlagani ma'lum bo'ldi. Garchi Parvin Babi moddiy jihatdan g'oyat badavlat bo'lsa-da, xastaligi bois yolg'iz, och va parishon holatda dunyodan o'tdi. Meena Kumari asl ismi Mahjaban Banu bo'lgan va kinosanoatda Meena Kumari ismi bilan tanilgan aktrisa 1933-yilning 1-avgust kuni Bombayning Maharashtra hududida Alibux va Iqbol Begum oilasining ikkinchi qiz farzandi bo'lib dunyoga keldi. Uning tug'ilishi otasini xursand qilmadi, chunki u to'ng'ich qizidan keyingi farzandining o'g'il bo'lishini istar va hatto uning o'g'il tug'ilishiga ishonardi ham. Shu bois Alibux tug'ruqxonaga borganida chaqaloqning qiz tug'ilganini eshitgach, bolasini kasalxonaning ostonasida qoldirib ketdi. Ba'zi manbalarda esa bolalar uyiga tashlab ketgani yozilgan, chunki qiz farzand uchun shifoxonaga pul to'lashni xohlamagandi. Lekin oradan bir necha soat o'tgach takror keldi va chaqaloqni olib ketdi. Meena Kumarining ota-onasi ham mahalliy teatr aktyorlar edi. Otasi hatto ba'zi filmlarda ham epizodik rollar o'ynardi. Shu bilan birga shoir, bastakor va musiqachi edi. Shu bois ham Meenani film kastinglariga olib bora boshladilar va qizaloq 4 yoshidan turli kartinalarda suratga tushdi. Hatto 6-7 yoshlarda aktrisalikdan pul ishlab topar va oilasiga katta yordam ko'rsatar edi. Tez-tez filmlarda rol o'ynagani bois yochitib maktabga bora olmasdi. Shunga qaramay bo'sh vaqtida kitoblar va darsliklarni o'qib, o'zi mustaqil ta'lim oldi. Bolaligidan beri kinosanoatda bo'lgan Meena ulg'aygach yana ayni yo'ldan davom etdi va tez orada yulduz bo'lib tanildi. 18 yoshda ssenarist va rejissor Kamal Amrohi bilan tanishdi va Kamal uni navbatdagi filmida suratga tushish uchun taklif qildi. Bu taklifni qabul qilgan Meena suratga olish ishlari boshlanmay turib avtohalokatga uchradi va qo'lidagi yaralanmalar sababli uzoq vaqt kasalxonada muolaja ko'rdi. Bu vaqtda Kamal Amrohi uni tez-tez ziyorat qildi. Ko'rgani kela olmaganda esa Meena bilan bir-birlariga maktublar yozdi. Shifoxonada Meena depressiyaga tushdi, ammo Kamalning parvarishi sabab hayotga bo'lgan umidi qaytdi va asta-sekin ularning orasida muhabbat uyg'ondi. Ammo bu vaqtda Kamal oilali va 3 farzandning otasi ham edi. Shunga qaramay ular bir-birini sevishdan voz kechmadilar va kunlardan bir kun faqatgina Meenaning singlisi Mahliqoning shohidligida nikohdan o'tdilar. Ammo oila qurgach bu turmushni hammadan saqlayotgan yetmagandek Kamal Meenani qizg'anar, uning ishlariga aralashar, cheklovlar qo'yar va hatto tez-tez unga qo'l ko'tarar
edi. Minaning eridan kaltak yeyishiga, uyiga kechki payt eri aytgan vaqtdan kech qaytishi, pardozxonasiga o'zidan boshqa insonlarning kirishi va shu kabi ikir-chikirlar sabab bo'lardi. Bu kabi dahmazalar dastlab aktrisani har doim kayfiyatini buzsa-da, bora-bora depressiyaga sabab bo'ldi. Ortiq u hech nima va hech kimni xohlamas, hayotga doir hech qanday orzusi, umidi qolmagan edi. O'zini zindondagi mahkum kabi his qilardi. Keyinchalik Kamal ayoli bilan rasman ajrashib, Mina bilan bo'lgan nikohini ommaga ma'lum qilgach, tobora qattiq qo'l bo'lib bordi. Mina faqatgina eri izn bergan shofyor va mashinaga mina olar, suratga olish maydonchasida har doim Kamalning yordamchisi aktrisani tinmay kuzatar va har bir oni haqida Kamalga hisob berar edi. Oxir oqibat bu cheklovlar, janjallar, haqoratlar, tuhmatlar va kaltaklanishdan charchagan Mina eri bilan ajrashishga qaror qildi. Ko'p o'tmay er-xotin yo'llarini ayirdilar. Biroq bu ayriliq kutilgandek Minaga xursandchilik olib kelmadi. Aksincha, Minaning depressiyadagi ruh holi tobora abgor holga keldi. Endi uning uyqusizlik muammolari ham boshlandi. Shu bois doktorlar unga uxlashga yordam berishi uchun har kun uyqudan oldin uyqu dorisi yoki bir kichik qadah brendi ichishni tavsiya qildi. Mina esa ikkinchisini tanladi va brendi icha boshladi. Dastlab kichik qadah bilan boshlagan bu muammo bora-bora 2-3 qadah, keyin esa shishaning bitishiga qadar yetib keldi. U shu yo'l bilan ayriliq azobini unutar ekan, oradan o'tgan kunlar davomida alkogol bog'imlisi bo'lib qoldi. Endi uning kunlari ichkilik va sarxushlikda o'ta boshladi va nihoyat 1968-yilda aktrisaga jigar sirrozi tashxisi qo'yildi va London hamda Shveysariyada muolaja ko'rdi. Shifokorlar unga uyiga qaytgach eng oz 1 yil dam olishi, vujudining juda ham zaiflashgani bois alkogoldan uzoq turishi kerakligini va tartibli ovqatlanishi lozimligini qattiq tayinladi. Mina Kumari Hindistonga qaytdi va oradan 15 kun ham o'tmay suratga tushish maydonchasiga yo'l oldi. Kecha-kunduz ishlashda davom etdi va mo'may daromad qozondi. Tabiiyki aktrisa cho'ntagidagi pullarni faqatgina bir narsaga, ichkilikka sarfladi. Shu bois ham tez orada bor bisotidan ayrildi. 1972-yilning 28-mart kuni Mina garchi 38 yoshda bo'lishiga qaramay, qariyalar uyiga yotqizildi. Chunki u shu darajada abgor ahvolda, shu darajada xasta ediki, bir o'zi uyda yolg'iz qola olmasdi. Bu yerga yotgach 2 kun o'tib komaga kirdi va 30-mart kuni olamdan o'tdi. O'lim sababi alkogolizmga bog'liq jigar sirrozi edi. U vafot etgan vaqtda 1 tiyin ham puli yo'q edi. Shu bois ham shifoxonaga bo'lgan qarzlarini to'lay olmagandi. Tabiiyki yaqinlari va qarindoshlari uning qarzini uzdilar. Yosh, baxtsiz aktrisani so'nggi yo'lga kuzatdilar. Vimi ko'pincha yo'qlik va qiyinchilikdan badavlat hayotga erishgan insonlar haqida eshitamiz. Ammo Hind aktrisasi Vimining hayoti buning umuman aksi. Uning umr yo'llari yulduzlikdan tushish, bor budini yo'qotish, depressiya, xastalik va yo'qsillik bilan lim-molim to'lgan. O'zbek tomoshabinlariga Hamroz filmidagi Mina Verma roli orqali yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Vimi 1943-yilda Hindistonning Panjob shahrida dunyoga keldi. Maktabni tamomlagach institutda psixologiya yo'nalishida tahsil oldi. Shu bilan birga talabalik yillarida Al India radiosida qo'shiqlar kuyladi. Institutni bitirgach multimillioner Amirchand Peralal oilasiga mansub millioner tadbirkor Shiv Agarwal bilan turmush qurdi va ularning 2 nafar farzandi dunyoga keldi. Kalkuttadagi bir bazmda Vimi va umr yo'ldoshi Shiv ko'plab filmlarning musiqiy rejissyori bo'lgan Ravi Sharma bilan tanishib qoldilar. Vimining go'zalligidan sehrlangan Ravi uni suratga olishi mo'ljallanayotgan yangi film uchun rejissyor bilan uchrashishga da'vat etdi. Tabiiyki Vimi va eri Mumbayga keldilar va rejissyor Baldev Raj Chopra bilan tanishdilar. Bosh rolni Sunil Dutt ijro etishi rejalashtirilayotgan Hamroz filmidagi Mina roli shu tariqa 24 yoshli Vimiga berilgan edi. Garchi Vimining kinosanoatga kirishini eri Shiv dastaklasa-da, uning qarindoshlari bunga qarshi chiqdilar. Shunga qaramay Vimi filmda rol o'ynadi va erining qarindoshlari ular bilan yuz ko'rmas bo'lib ketdilar. Hamroz ekranlarga chiqqan kunning o'zida hit bo'ldi. Vimi bir kunda yulduzga aylandi. Matbuotda tinmay u haqda gapirilar, u haqda ko'rsatilar va gazetalar u haqda yozar edi. Uning rasmlari endi muxlislarning devorlarini bezay boshlagan edi. Vimi ilk filmi orqali nafaqat shuhrat topdi, shu bilan birga juda katta miqdorda mablag' ham qozondi. Zotan erining sanoqsiz mol-mulki bor ekan, endi Vimining ham o'ziga tegishli millionlari bor edi. Hashamatli uyi, lyuks mashinasi va qimmatbaho kiyimlari bilan har doim ko'z o'ngida edi. U Bollivudning eng chiroyli aktrisalari qatoridan joy oldi. Hamrozning muvaffaqiyatidan keyin oradan 1 yil o'tib Vimining ikkinchi filmi Hurmat ekranlarga chiqdi.
ammo muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Hatto filmda rol ijro etgan professional san'atkorlar Ashok Kumar va Nirupa Royning ijrosi ham bu filmni qutqara olmadi. Kartina umuman tomoshabinlarni o'ziga jalb qilmadi va hatto sarflangan mablag'ni ham oqlay olmadi. Bu muvaffaqiyatsizlik Vimiga juda salbiy ta'sir qildi va bu vaqtda unga faqatgina jurnallarda suratga tushishdan boshqa taklif kelmadi. Oradan o'tgan 4 yil davomida u yana 6 filmda suratga tushdi, ammo ularning hech biri unga omad olib kelmadi. Bu vaqtda uning nafaqat ijodiy yo'li, shu bilan birga shaxsiy hayoti ham ustun bo'lib ketgandi. Chunki ketma-ket kelgan muvaffaqiyatsizliklar Vimi va Shiv orasida janjallar chiqishiga sabab bo'lar va bu janjallar sirasida Shiv ayoliga qo'l ko'tarar edi. Oxir-oqibat oila ichi shiddat va dahmazalardan so'ng ularning turmushi ajrashish bilan yakun topdi. Ajrimdan keyin Vimi o'zini tadbirkorlikda sinab ko'rishga qaror qildi va bor mablag'ini Kalkuttada tekstil ishi qurishga sarfladi. Keyinchalik uncha tanish bo'lmagan Jolly ismli prodyuser bilan sevgili bo'ldi va birga yashay boshladilar. Ammo bu Vimining hayotdagi eng noto'g'ri qarori bo'ldi. Chunki Jolly qanchalik prodyuserlik qilishga urinsa-da, bu borada omadsiz bo'lar. Shu bois ham yolchitib pul topa olmasdi. Ustiga ustak har kuni ayoli bilan janjallashar va uni ayovsiz do'pposlardi. Oxir-oqibat ish shu darajaga yetib bordiki, pul topa olmagan Jolly Vimini boshqa erkaklarga pul evaziga sota boshladi. Yulduzlikning cho'qqisidan bir onda bu parishon hayotga tushgan Vimi undan qochib qutulishning yo'llarini qidira boshladi. Ammo u kutilgan kun Jolly tarafidan taqdim etildi. Bir kun bo'yniga qadar qarzga botgan Jolly Vimiga Kalkuttadagi tekstil shirkatini sotib, Jollyning qarzlarini to'lasa, Vimini ozod qilishini aytdi. Bechora ayol buni eshitgach o'ylab ham o'tirmay uning aytganini qildi va Jollydan qutuldi. Ammo endi uning sariq chaqasi ham qolmagan edi. Borish uchun boshpanasi, suyanish uchun yaqini yo'q edi. Ko'cha-ko'yda, parklarda yashay boshlagan ayol tilanchilik qilar va qo'liga tushgan pul bilan ichkilik ichardi. Bora-bora u bu illatning bo'g'imlisi bo'lib qoldi. Kun bo'yi bir qoshiq yemak yemas, ammo topgan puli bilan alkogol sotib olar edi. Zotan nosog'lom ruh holi, ochlikdan zaiflagan badani bu illatga ko'p chidamadi. Ko'chada behush holda topilgan Vimi shifoxonaga olib borilganda ichkilik bois jigarining butunlay ishdan chiqqani ma'lum bo'ldi va bir necha kun so'ngra 1977-yilning 22-avgust kuni 33 yoshida olamdan o'tdi. Uning jonsiz tanasini olib ketish uchun hech kim kelmadi. Shu bois ham aktrisaning jasadi shifoxona xodimi tomonidan qo'l aravachasiga yuklanib, yoqish uchun olib ketildi va hech kimsasiz yolg'izlikda oxiratga kuzatildi. Achala Sachdev aktrisalik karyerasini epizodik rollar bilan boshlagan. Keyinchalik yosh, go'zal qizlar, onalar va oxir-oqibat buvi rollarni ijro etish darajasiga erishgan Bollywoodning professional ustoz aktrisalaridan biri Achala Sachdev ham afsuski mazkur videoroligimizdan joy olmoqda. Aktrisa gohi shodlik, gohi g'am, o'g'irlanmagan kelin, mening ismim masxaraboz, hamroz, sangam kabi filmlarda o'ynagan turli darajadagi rollari orqali o'zbek tomoshabinlariga ham juda yaxshi tanish. Achala Sachdev 1920-yilning 3-may kuni Hindistonning Peshavar hududida Panjob oilasida 4 qiz farzandning 4-chi bo'lib tavallud topdi. U hali juda ham kichik qizaloq ekan, ularning otasi vafot etdi. Shu bois ham oilaning iqtisodiy jihatdan ta'minlanishi maqsadida qizlarning barchasi ishlashga majbur bo'ldilar. Achala bu vaqtda Lahordagi Al India radiosida radio boshlovchi sifatida faoliyat olib bora boshladi va bu sohada juda katta muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritdi. Keyinchalik oila Dehliga ko'chib keldi va Achala radioning Dehlidagi markazida ishlashda davom etdi. Bu vaqtda yulduz aktyorlar, rejissyorlar, prodyuserlar, xullas har turli kino namoyandalar bilan intervyu tayyorlar, shu tariqa film yo'nalishida ham ijod qilar edi. Natijada u dastlab filmlarda bir necha soniyalik epizodlarda ko'rinsa-da, keyinchalik 3 va 2 darajali rollar ijro eta boshladi. Oradan o'tgan yillar davomida aktrisa sifatida tanilib, o'z muxlislariga ega bo'ldi. Achala ilk bor Gyan Sachdev bilan oila qurdi. Ularning huzurli hayotida o'g'illari Jatin Sachdev dunyoga keldi. Afsuski oradan bir necha yil o'tgach er-xotin ajrashish qarori oldilar va yo'llarini ayirdilar. Keyinchalik Mumbaydagi bir filmning suratga olish maydonchasida rejissyor Yash Chopra Achalani Clifford Douglas Peters bilan tanishtirdi. Peters Punaning Bhusari sanoat hududidagi kichik elektron zaxira parchalari ishlab chiqaruvchi Maris Electronics fabrikasining sohibi edi. Bu vaqtda Achala zotan eri bilan qonuniy
ajrashgan, Petersning esa ayoli vafot etgani uchun u ham yolg'iz edi. Shu bois ham ularning tez orada til topishib, bir-biriga ko'ngil qo'yishi va oila qurishi qiyin bo'lmadi. Ular birlikda juda ham baxtli hayot kechirdilar. Garchi juftning birlikdagi turmushdan farzandlari bo'lmasa-da, to'kin sochin va huzurli yashadilar. Ammo Petersning vafot etishi Achelega juda qattiq ta'sir qildi. Chunki uning o'g'li Jetin yillar avval Amerikaga ko'chib ketgan va u yerda yashay boshlagan edi. Shu bois ham onasi bilan nafaqat masofalar, balki his-tuyg'ulari ham uzoq edi. Onasiga uzoq vaqt qo'ng'iroq qilmas, qo'ng'iroq qilganida ham qisqa gaplashar va yana kunlarcha, haftalarcha yo'q bo'lib ketar edi. Erining o'limidan keyin Achela Punaga ko'chib ketdi va bu yerda bungalov uyda yashay boshladi. U shu darajada yolg'iz ediki, Janse va xayriya vaqfiga o'lguniga qadar boqish sharti bilan o'zi yashab turgan uyni qoldirdi. Garchi bu vaqf uning holidan xabar olib tursa-da, har kuni uning yonida bo'la olmaslardi. Shu bois ham keksa ayol uyida kunlarcha yolg'iz qolar edi. Shunday kunlarning birida Achela uyida yerda og'ir ahvolda yotgan holda topildi va u uyining oshxonasida oyog'i sirpanib yiqilgani ma'lum bo'ldi. Natijada oyog'i singan, bosh miyasida birdan ortiq emboliya yuzaga kelgan va bu uning ko'r hamda falaj bo'lib qolishiga sabab bo'lgandi. Kasalxonaga olib borilgan aktrisa kambag'allar uchun mo'ljallangan xayr-saxovatli kishilarning yordami bilan faoliyat ko'rsatuvchi kasalxonada 3 oy yotdi va bu vaqtda o'g'lini biror marta ham ko'ra olmadi. Nihoyat 2012-yilning 30-aprel kuni yolg'izlikda olamdan o'tdi. O'zining Bollivooddagi karyerasida 130 dan ortiq filmlarda rol o'ynagan sevimli ona va buvi afsuski chinakam hayotda 92 yoshida bu dunyo bilan hech kimsasiz vidolashdi. Avtar Kishan Hangal Hind filmlarining eng sevimli va eng mahoratli ikkinchi darajali rollar ijrochisi, aktyor va Hindiston ozodlik kurashchisi Avtar Kishan Hangal 1914-yilning 3-fevral kuni Panjobda Pandit oilasida dunyoga keldi. Bolaligidan beri aktyorlikka ko'ngil qo'ygan Avtar dastlab maktab, keyin esa mahalliy teatrda turli rollar ijro eta boshladi. Ammo bu faqatgina bir havas edi va o'zining asosiy kasbi bo'lgan tikuvchilikdan ortgan bo'sh vaqtlardagina teatrga bora olardi. Shu bilan birga 1929-yildan 1947-yilgacha Hindiston ozodlik harakatining faol ishtirokchisi edi va shu sababli 1947-49-yillar orasida 2 yil qamoqda yotdi. Keyinchalik Mumbayga ko'chib kelgan Avtar dastlab bu yerda professional teatrlarda ijod qildi. Asta-sekin film olamiga kirib kelgan aktyor bu yerda bosh qahramonning do'sti, otasi, amakisi kabi ikkinchi darajali rollar ijro etdi va kinosanoatda ismining qisqartirilmasi A.K. Hangal nomi bilan tanildi. Aktyorning ayoli va oilaviy hayoti haqida ma'lumotlar yo'q bo'lsa-da, uning kinooperator sifatida faoliyat olib borgan Vijay ismli o'g'li bor. Aktyor keksaygani, o'pkasidagi xastalik va nafas olishdagi muammolari sabab filmlardan uzoqlashib bordi. Bu vaqtda esa bor budini hayotini davom ettirish va dori-darmonlarini sotib olish uchun sarfladi. U endilikda nafaqaga chiqqan o'g'li bilan birga bir xonalik tor uyda istiqomat qilardi. Bu vaqtda Avtarning 75 yoshda bo'lgan o'g'li Vijay biroz choy-chaqa topish uchun mayda-chuyda va oz mablag' to'lanadigan operatorlik ishlariga borishga majbur bo'ldi. Oxir oqibat ota o'g'ilning ahvoli shu darajaga keldiki, bir burda non olish uchun ham pul topa olmadilar. Shu bois ham aktyor eski do'stlariga yordam so'rab murojaat qildi. Uning abgor holidan xabar topgan Jaya Bachchan va Salmon Xon boshchiligida bir necha yulduz bu keksa aktyorga moddiy yordam qo'lini uzatdilar. 2012-yilning 16-avgust kuni uyining vannaxonasida oyog'i sirpanib yiqildi va son suyagi singani bois shifoxonaga yotqizildi. Uning bu holatidan xalos bo'lish uchun operatsiya shart edi. Ammo o'pkasidagi va nafas olishdagi muammolari, shu bilan birga keksaligi sabab operatsiya qilinmadi, chunki u buni ko'tara olmasdi. Ammo oradan 10 kun o'tib 98 yoshida olamdan o'tdi. Uning kasalxonadagi xarajatlarini ham sobiq do'stlari to'ladilar. Avtar Kishan Hangal 39 yillik aktyorlik karyerasi davomida 225 filmda suratga tushdi va Bollywoodning ikkinchi darajali aktyorlari qiroli unvonini oldi. Azizlar, yana bir videoning oxiriga yetib keldik. Sizningcha yuqoridagi yulduzlardan qaysi birining hayoti achinarli? O'z fikringizni yozib qoldiring. Agar video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.